Bu sayt orqali rasmlarni orqa fonini birpasda olib tashlashingiz mumkin. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun libo bitta brauzerga yoki Google'ga kirib, mana shunaqa qilib remove.bg deb yozsangiz chiqaradi o'sha sayt. Yoki bo'lmasa profil shapkasidan Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa har xil foydali ilovalar yoki saytlar yoki ma'lumotlarni ulashib boraman. Agar kanalim orqali kiradigan bo'lsangiz, kanalimga podpisatsiya bo'lib, poisk joyiga rasm fon deb yozasiz. Rasm fon deb yozasiz, poisk bersangiz mana shunaqa chiqadi. Agar bittada chiqmasa, mana tepa bilan pastdan bunday qilib qidirib topsangiz bo'ladi. Xuddi mana shu nimani topib olamiz. Keyin bu yerda mana shu silkani ustiga bosamizda, bu yerdan 3 ta nuqtaga bosib, открыть va brauzer qilib, brauzer orqali ochib olamiz. Brauzer orqali ochmasdan primoy qilsangiz ham bo'ladi, lekin nimani skachat qila olmadim men, bilmadim nimaga skachat qilmayapti. Shuning uchun через brauzer kiryapman. Загрузить brauzerga bosib, shu yerdan rasmimizni tanlab olamiz. Okey bosamiz va kutamiz. Bu o'zi avtomatik fonni olib tashlaydi. Orqa fonni faqat nimani o'zi qoladi, mana ko'rganlaringizdek. Endi bu yerda har xil nimalar qilsangiz bo'ladi, buni o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, svet, orqa svetga qizil qo'ysangiz bo'ladi yoki foto, rasmni orqasiga yana boshqa foto, rasm qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Primoy mana shu joyni o'zida. Hozir Telegram kanalimga birinchi tashlaganim uchun ko'pchilik obunachilar yozibdi. Buni men telefonimda ustiga bosib qo'ysam qiladi, tudasudadi. Ha, uni qilishi mumkin, lekin mana orqadagi mana bunaqa har xil materiallarni sizni telefoningizda qilishini men bilmadim. Men bilmas ekanman. Agar sizlar bilsanglar, kommentariyalarda yozib o'rgatib ketsanglar, manfaatli bo'ladi. Bu yerdan magiya bor, mana orqa nimalarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu yerda chizib kesib olsangiz bo'ladi. Bu yerda risovat bor, har xil svetlar bilan o'ynasangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib, nima qilib o'zingizga yoqqan qilib terib olasiz va bu yerda saqlanib belgisi chiqadi. Men chiqib ketgani uchun boshqatdan qilyapman. Bu yerda skachatni bitta bosasiz. Ikki xil varianti bor. Mana shu varianti ham o'zi yaxshigina качественный variant ekan. Besplatniga bosasiz yoki nimani eng качественныйda qilaman desangiz 3 dollar ekan. 3 dollarga siz ежегодно 100 месячный bor ekan. Bu Alloh olam shu nima bir oyligi bo'lsa kerak. 3 dollarga bir oy to'lab ishlatsangiz bo'ladi yoki tekin versiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Besplatniga bosasiz, saqlanib qoladi, открыть qilasiz. Mana orqa fon olingan, tayyor qilib chiqarib berdi bizga.